Qabul qilish qonuni darsligi. Inson o'zini qabul qilmasa, u ichidan bo'linadi. Bir tomonda haqiqiy holat, bir tomonda bo'lishi kerak bo'lgan obraz. Shu ikki tomonni urushtirish kuchni yutadi. Energiya ichkarida urushga ketadi. O'zini qabul qilish bu taslim bo'lish emas, bu haqiqatni ko'rish. Men hozir qandayman? Men hozir nimani his qilyapman? Men hozir nimadan charchadim? Qabul qilish shu savollarga javob berishdir. Oqlamasdan, ayblamasdan. O'zini ayblash kuchni kamaytiradi. O'zini qabul qilish kuchni yeyadi. Tana ham xuddi shunday. Tana tanqidni eshitadi. Tana nafratni eshitadi. Tana rad etishni eshitadi. Tana rad etilganda u qisqaradi, u yopiladi. Yopilgan tana zavqni ushlamaydi. Yopilgan tana oqimni ushlamaydi. O'z tanangni qabul qilganingda tana bo'shasha boshlaydi, nafas kengayadi. Nafas kengaysa, energiya ko'payadi. O'zini qabul qilish bu ichki ruxsat. Men borligim bilan yetarliman. Men hozir ham yashashga haqliman. Bu ruxsat paydo bo'lganda, ikkinchi energiya markazi yumshaydi, oqim qaytadi. Chunki bu markaz nazoratni yoqtirmaydi. U yumshoqlikni yoqtiradi. Qabul qilish bo'lmagan joyda inson o'zidan qochadi. O'zidan qochgan inson boshqalarga ham yaqin bo'la olmaydi. Chunki u ichida o'zi bilan yaqin emas. Qabul qilish paydo bo'lganda yaqinlik osonlashadi, zavq tabiiylashadi, ijod uyg'onadi. O'zini qabul qilish, tanani qabul qilish bu ichki energiyani ozod qiladi. Kuch ko'payadi, chunki kuch endi urushga ketmaydi. U hayotga ketadi, yaratishga ketadi, sevishga ketadi. Qabul qilish bu yumshoq kuch, u sekin ishlaydi, lekin chuqur o'zgartiradi. O'zingni qabul qil, tanangni qabul qil va oqim ochiladi.